Hozir biz ota-onani telefoniga va bolani telefoniga ilovalarni yuklab olishni ko'rib chiqamiz. Birinchi ota-onani telefoniga Glazok deb yozamiz va Glazok ilovasini yuklab olamiz. Bolani telefoniga bo'lsa Glazok 2 ni yozamiz va Glazok 2 ilovasini topib yuklash tugmasini bosamiz. Ilovalarni topib oldik. Endi ularni yuklab olamiz. Yuklab olganimizdan so'ng ochish tugmasini bosamiz va ota-ona o'zining raqami orqali registratsiyadan, ya'ni ro'yxatdan o'tadi. Raqamimizni tasdiqlab olganimizdan so'ng ekranimizda ilova haqida qisqacha ma'lumot bo'ladi. Mana shu ma'lumotni ham to'liq o'qib chiqib, tushunarli tugmasini bosamiz va bola qo'shish etapiga o'tamiz. Bolani ilovasini ochib, ruxsatni beramiz va endi bola qo'shish etapini boshlaymiz. Bola qo'shish tugmasini bosganda biz birinchi bolaning ismini yozib olamiz va xohishga ko'ra rasm yoki qo'yamiz yoki qo'ymasligimiz ham mumkin. Tayyor tugmasini bosganimizda bizga 3 qadamlik qo'llanma keladi. Qo'llanma bilan yaxshilab tanishib chiqamiz va bolaning telefonida so'ralgan kodni biz ikkinchi qadamdagi harflari va sonlari birikmasi asosida bo'lgan kodini bolani telefoniga yozamiz. Mana shu joyiga juda ham diqqatli bo'ling. Mana shu kod yozilishi kerak. Undan so'ngra barcha ruxsatlar beriladi. Endi agarda siz bu qo'llanmadan chiqib ketadigan bo'lsangiz, ya'ni asosiy ekran tugmasiga bosib chiqib ketadigan bo'lsangiz ham bolani kodini bolaning o'zini kabinetidan olishingiz mumkin. Mana shu xuddi shu kod qo'llanmada berilgan kod bilan bitta narsa bo'ladi va xohlang qo'llanmadagi kodni yoki mana shu kabinetdagi kodni yozib turib bolaga ulanishingiz mumkin. Shu joyiga juda ham e'tiborli bo'lishingizni so'raymiz. Endi boladagi barcha ruxsatlarni berishimiz kerak bo'ladi. Xuddi videoda ko'rsatilgandek barcha tugmani bosib, ruxsat berish tugmalarini bosib chiqamiz. Bu juda ham muhim qism. Agarda barcha ruxsatlar to'liq berilmaydigan bo'lsa, ilovani funksiyalaridan foydalana olmasligingiz mumkin, hurmatli mijoz. Shuning uchun videoni diqqat bilan ko'rishingizni so'raymiz. Mana shu joyida mana biz lokatsiyani har doim ruxsat berish tugmasiga bosishimiz kerak bo'ladi. Bolani ota-onaga ulab oldik. Endi ilovaning funksiyalaridan foydalanish uchun biz xohishimizga ko'ra yoki sinab ko'rish uchun 2 kunlik tarifni yoki bo'lmasa 1 oylik tarifni sotib olib, bemalol ilovadan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Tarifni sotib olish bo'yicha alohida qo'llanma tayyorlaganmiz va biz ularni sizlar bilan bo'lishamiz.